Demak, birinchi savol. Albatta javob bering. Musulmonmisiz? Ozodmisiz? Ya'ni qul emas. Molingiz nisobiga yetganmi? Va siz muqimmisiz? Ya'ni musofir emas. Demak, qurbonlik qilish siz uchun vojibdir azizlar. Shu 4 ta sifat sizda topilsa, bilingki, siz uchun qurbonlik qilish vojibdir. Vojibdir azizlar. Qurbonlik lug'atda yaqinlashmoq, yaqin bo'lmoq ma'nolarini bildirib, istilohda bu so'z Allohga qurbat hosil qilish maqsadida jonliq so'yishni anglatadi. Qurbonlik islom dinining vojib bo'lgan ulug' amallardan biridir. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qiladi. Parvardigoringiz uchungina namoz o'qing va qurbonlik qiling. Kavsar surasi 2-oyat. Sevimli payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurbon hayit kuni erta bilan o'zlari qurbonlik qilardilar va boshqalarni ham qurbonlik qilishga targ'ib etardilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam imkoniyati bo'la turib qurbonlik qilmagan kimsa namozgohimizga yaqinlashmasin deganlar. Imom Ahmad ibn Moja rivoyati. Astagfirulloh, Alloh saqlasin. Qurbonlik qilishdan maqsad banda o'zining Alloh amriga itoatini, taqvosini namoyon etishidir. Alloh taolo o'zining kalomi sharifida Allohga qurbonlik go'shtlari ham, qonlari ham yetib bormas, lekin u zotga sizlardan taqvo yetar. Alloh sizlarni hidoyat qilgani sababli u zotni ulug'lashlaringiz uchun ularni sizlarga bo'yinsundirib qo'ydi. Ezgu ish qiluvchilarga xushxabar bering. Haj surasi 37-oyat. Yurak Amri xayriya jamoat fondi mana salkam 10 yildirki go'zal bir tizimda xalqimizga qurbonliklarni joyida qilib, oson qilib, o'z egalariga yetkazishda go'zal tizimni ishga solib qo'ygan. Sirot ko'priklaridan o'tishda bularni minib o'tishingizni bir hisobga oling azizlar. Gunohlarimiz ko'pdir. Shuning uchun kichkina bitta qo'yni emas, katta bir buqani Alloh yo'lida qurbonlik qiling. Qo'ylarimiz bahosi 5 milliondan 7 milliongacha, tuyalarimizning bahosi 25 milliondan 30 milliongacha va buqalarimizning bahosi 30 milliondan 50 milliongacha. Mana ekraningizda ko'rib turgan Humo karta, Visa karta, qolaversa barcha pul o'tkazish ilovalarida qurbonlik yo'nalishiga ehson qiling. Ushbu plastik kartaga ehson qilasiz hamda quyidagi telefon raqamiga SMS jo'natib qo'yasiz. Ya'ni screenshot qilingan holatda chekini yuborasiz, qancha ehson qildingiz va kimni nomidan qurbonlik qilish kerak. Subhanalloh. Tamom va salom. Qolgan hamma harakatni, yugurlarni, chop-chopni biz zimmamizga olamiz. Toki ajridan umidvormiz. Bu qurbonliklar shunchaki qarindosh urug'larning orasida yo'q bo'lib ketmasin. Uni haqdorlari bor. Yillarcha go'sht yemagan qorni och yetimlarimiz bor.